Endi yog'ingarchiliklar ko'p martda boshlarida, juda ham ko'p yog'ingarchiliklar hozir prognozlar kelib chiqyapti. Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Toshkent viloyati, Vodiy viloyatlarida ko'p miqdorda yomg'irlar bor. Farg'ona Vodiy viloyatlarida ham barokatli minus haroratlar bor, -3 daraja. Boshqa hududlarimizda endi nam havo oqimlari kirib kelganda tungi haroratlar ko'tarilib ketadi. Yengil sovuq urishlar bo'ldi, ya'ni daraxtlar o'sha gullagan, hosilga kirgan dovchalar biroz shu 10-20, ayrim hududlarda 30-40% zarar bilan chiqdi. Assalomu alaykum. Dehqon fermerlar uchun ob-havo ma'lumotlari berishdan davom etamiz. Erkin aka, assalomu alaykum. Demak, dehqonlarimiz kuchyapti, ekin-tekinni boshlash kerak, lekin mana yomg'irlar yog'yapti, orada sovuq ham bo'ldi. Bu yog'iga vaziyat qanaqa? Yog'ingarchilik va ob-havo bo'yicha ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Assalomu alaykum Respublika fermerlar kanali kuzatuvchilari. Biz bahor juda ham chiroyli kayfiyat bilan boshlab oldik. Mana haqiqiy bahor havosi. Dam quyosh chiqadi, juda ham ko'p holatlarda bulut bo'ladi, yomg'ir yog'ib o'tyapti hozir ham va mana shunaqangi ob-havo mana shu hafta davom etar ekan respublikaning ko'plab hududlarida. Shimolda endi qahraton qish davom etyapti. Boshqa hududlarimizda, aynan mana shu qishloq xo'jalik yer maydon hududlarimizda bahoriy havo. Surxondaryo viloyatida endi bahor martda o'rtasiga mos, ya'ni ularda hozir issiq kuzatilyapti. Kechalari ham issiq, kunduz kunlari ham 20 ga yaqin harorat. Nima degani, ularda hozir foyda samarali haroratlar yig'ilyapti. Ya'ni qishloq xo'jaligi yuritish uchun yaxshi. No, boshqa hududlarda hozir to'xtab qoldi mana shu mart oyining boshlarida, ya'ni mos. Endi yog'ingarchiliklar ko'p martda boshlarida. Traktoringiz uchun sifatli va 2 yil kaforatli avtopilotlarni olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga telefon qiling. Yog'ingarchiliklar ko'p martda boshlarida, juda ham ko'p yog'ingarchiliklar hozir prognozlar kelib chiqyapti. Haftalik hozir mana xaritalarni joylaymiz. Bunda ham sariq ranglardagi hududlarimizda 40 mm ga yaqin. Demak, dam olish kunlaridan tashqari yakshanba kuni deylik. Deyarli har kuni yog'ingarchiliklar bor. Ayni ko'proq yog'ingarchiliklar chorshanba, payshanba kunlariga to'g'ri kelyapti. Ayni mana bu Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Toshkent viloyati, Vodiy viloyatlarida ko'p miqdorda yomg'irlar bor. Farg'ona Vodiy viloyatlarida ham barokatli. Endi shimolda kamroq 5 mm atrofida, uni ham xaritasi Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati, endi Orolbo'yi atroflarida yo'q ekan, quruq ekan. Va shu bilan birgalikda harorat rejimi bo'yicha xavotirli, ya'ni sovuq uradimi degan savollarga ham hozir javob berib o'tib ketishimiz kerak. No, yo'q, mana shu haftalikda faqatgina shimolda, tog' etaklarida, tog'li hududlarimizda minus haroratlar bor, -3 daraja. Boshqa hududlarimizda endi nam havo oqimlari kirib kelganda tungi haroratlar ko'tarilib ketadi. Siklon jarayonida bunda 1-6 daraja iliq va tungi muddatlar, kunduzgi muddatlarda respublika ko'p hududlarida 10-15, faqatgina janub hududlarida 18 darajalik harorat kutilmalari kelib chiqyapti hozir. Mana kecha ozgina sovuq urish bo'ldi ayrim hududlarda, misol Toshkent viloyati va misol Samarqand, Buxoroda. Yana shunaqa holatlar bormi? Yana bir sovuq kirib kelish holatlari bormi? To'g'ri savol. Biz juda ham erta vegetatsiyaga kirdik. Mana orqamizdagi o'rik daraxtining gullashi ham aslida Toshkent uchun bu 20-mart Navro'z bayramlariga xos, bir oy oldin gullavordi. Bu nimadan darak va albatta mart oyida baribir karusel kabi o'ynaydi. Bir issiq, bir sovuq, barqaror bir xil isib ketmagan, hech qachon unaqa holat kuzatilmagan, bitta sovuq kuzatilgan baribir. Shuni hisobiga mana shunaqangi sovuq hozir mart oyining 2-kunlik boshlarida bor ekan. Savolingizga mana shu fevral oyining oxirlarida, shu 26, 27, 28 fevral kunlari Buxoro, Navoiy viloyati hududlarida minus haroratlar kuzatildi. Ayniqsa Nurotada -5 daraja yoki mana Toshkent viloyati gapingiz to'g'ri, Angrenda -4 daraja sovuq kuzatildi. Samarqand viloyatining ko'plab hududlarida -2, -3. Yengil sovuq urishlar bo'ldi. Ya'ni daraxtlar o'sha gullagan yoki o'sha nima deydi, hosilga kirgan dovchalar biroz shu 10-20, ayrim hududlarda 30-40% zarar bilan chiqdi. No, 100% zararlar yo'q. 50%, 60% urgan bo'lishi mumkin Nurotada -5lik. Boshqa hududlarimizda hozircha sovuq urish kutilmalari ayni poytaxt o'zida ham 0 darajadan pasayib ketmadi mana shu oxirgi 6 kunlikda. Va kelayotgan kunlarimizda ham ko'proq yuqorida aytib o'tganimizdek sovuq urish asosan shu 12-14 mart kunlariga borib taqalyapti. Shuning uchun ham biz 12-14 martdan o'tkazib yuboraylik deb aytyapmiz. Ya'ni baribir hozir bunaqangi havoda fermerlarimiz deymizmi, dehqonlarimiz deymi, bobo dehqonlarimiz harakatga boshlab yuborishadi. Ya'ni dalada shu qishloq xo'jalik dala ishlarini boshlab yuborishadi. Shunga biz mana shuni kutish. Lekin Surxondaryo viloyati sekin taraddudni ko'raverish kerak. Men La Niñoga qaraydigan bo'lsak, o'zi kuchaydimi, yo susaydimi va albatta aprelda qanaqa vaziyat bo'lib qolishi mumkin, shunga ko'ra taxminingizga aytib qo'ysiz. Bundan oldin mart oyini prognozini aytib o'taylik. Chunki martda prognozni aytmadik va o'tgan safar biz La Niño, umuman mana shu dengiz okeandagi o'sha holatdan kelib chiqib bahorni quruq kelishini, masalan, yoki yog'ingarchilik bo'yicha issiq va quruq kelishini aytib o'tdik, xaritalarni ham joylagandik. Endi unaqa emas ekan. Unaqa emas, mart oyi unaqa emas. Ya'ni mart oyimiz namgarchilikka boy o'tyapti. Chunki 6 ta indikator bilan biz mana xaritasini ham joylaymiz. Ayni mana bu Toshkent viloyati, Samarqand, Vodiy viloyatlari, hattoki tog'li hududlarimiz va mana bu Xorazm viloyati, Navoiy viloyatining Qizilqum cho'llarida ham yog'ingarchilik me'yordan ko'p.
Biz 40% ga chetlashish hozir bor. Buxoro bilan Surxondaryo, Buxoro viloyatining katta hududlarida, Surxondaryoning janubiy tumanlarida yog'ingarchilik mana mart oyida kam. Quruq me'yordan kam deylik. Boshqa hududlarimizda me'yordan ko'p. Harorat bo'yicha issiq emas. Endi degani bu respublika kesimida issiq emas, ammo janubiy viloyatlarimiz, Surxondaryo viloyat hududlarida biroz issiq, 1,5-2 daraja yuqoriroq kutilmalar kelib chiqyapti. Samarqandda yoki Jizzaxda, mana bu Toshkent viloyatining ayrim hududlarida, vodiy viloyatlarida me'yordan biroz yuqori harorat bor mart uchun. Boshqa hududlarimizda afsuski me'yor va me'yordan past. Bu nima degani? Bu endi vegetatsiyaga kirib qolgan qishloq xo'jaligi biroz tin oladi. Shunaqa tushuntiraylik. Ya'ni birdana gullab ketgan, endi qarasa o'sha hozir mana tinim, mana hozir bular ishlamayapti unchalik. Chunki kechalari sovib ketyapti, kunduz kunlari foydali havo harorati ola olmayapti. Shuni ham hisobiga baribir bularda changlanish deymizmi, boshqa holatlar sal orqaga suriladi. Bu baribir zarar bilan o'tadi. Shuni hisobiga mana shunaqa holat bo'lishi mumkin. Endi aprel oyi biz baribir o'sha pozitsiyaga sodiq qolamiz Jahon meteorologik tashkilotiga. Ular o'sha La Niña, mana hozir uni ham prognozni qo'yamiz. Mart oyida kuchsiz La Niña neytral holatiga o'tar ekan. Shunaqa prognoz kelib chiqyapti. Bu holatda bizda endi aprel oylarimiz jazirama bitta ikkita issiqlik to'lqinlari bilan birgalikda quruqroq o'tishini, may oyi ham xuddi mana shunaqa o'tishini aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Demak, katta rahmat Erkin aka. Albatta, kuzatayotgan dehqonlar bu tavsiyalarga qarab o'z ishlarini qilib olishlari mumkin va izohlarda fikrlaringiz va tanqidlaringizni yozib qo'ying. Erkin aka, katta rahmat. Sog' bo'linglar.